Assalomu alaykum. Demak, ushbu videoda siz bilan Total Commander dasturining interfeysini o'zimizga moslashtirib olishni ko'ramiz. Buning uchun Total Commanderni ochamiz va Total Commanderdagi konfiguratsiya menyuni ochamiz. Undan настройкаga o'tib olamiz. Bu oynamizga o'tganimizdan so'ng bizda quyidagicha panel hosil bo'ladi. Bu oynamizda vид, содержание paneli, значки, shrifti va hokazolarni ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin. Endi asosiy bizni ishlaydigan bo'limimiz bu joyda shrifti и цвета. Bu joylarni hozir sizga tushuntiraman. Keling, birinchi o'sha shriftdan boshlaymiz. Bu shriftimiz shrift fayli paneli o'zgartirib ko'ramiz. 12 qilib ko'ramiz. Priminit va ko'rib turganingizdek, mana bu joydagi fayllarimiz, ya'ni elementlarimizni ko'rsatuvchi yozuvlarimiz bizga quyidagi ko'rinishda shriftlarimizni o'zgartirib beryapti. 12 pikselga. Endi keling, agar sizga mana bu Tahoma shrifti sizga ma'qul kelmasa, uni boshqa turlarga ham almashtirishingiz mumkin. Ya'ni Verdanani sinab ko'ramiz. Priminit. Shriftimiz ozgina farq qildi, lekin unchalik ko'p ham farq qilmayapti. Agar farqini bilmoqchi bo'lsangiz, boshqacha variantdagi shriftni tanlashni maslahat beraman. Masalan, Sego UI. Okay, priminit. Ko'rib turganingizdek, ana shriftimiz endi anchagina boshqa ko'rinishga ega bo'ldi. Ana endi keyingi o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsa bu shrift основного окна. Ya'ni asosiy shriftimiz, asosiy oynalarimizni shriftini o'lchami. Demak, buni 14 qilib ko'ramiz. 14 katta bo'lib ketadi menimcha. 10 ko'ramiz. Priminit. Va mana bu oynamizdagi tip, razmer, data degan ma'lumotlarimiz kattalashyapti. Endi shrift dialogovых okon, ya'ni bu bunga o'xshagan oynalarimizni yoki masalan kopirovantni bosgan vaqtimizda chiqadigan oynalarimizni kattalashtirib beradigan qismi ekan. Keling, buni sinab ko'ramiz. Masalan, birinchi hujjat Word dasturi uchun doc degan formatni o'ng tomonga ko'chirmoqchi bo'lganimizda e'tibor bering, biz o'sha model oynamiz yoki docherniy oyna okno deyiladi. Docherniy okno bu oynamizdagi shriftlarimiz kattalashgan bo'ladi. Hozir buni shu joyda skrinshot olib qo'yamiz. Skrinshotni saqlab qo'yamiz. Demak, saqlash, demak, рабочий stolga shrift deb yozamiz, сохранить. Endi buni orqaga qaytaramizda konfiguratsiya va настройка shriftchi. Ana endi buni o'zgartirib ko'ramiz. Keling, buni 14 qilib ko'ramiz. Okay, priminit. Ko'rib turganingizdek, avtomatik tarzda o'sha oynani o'zida ham kattalashdi. Buni yana ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, nusxa qilish jarayoniga yana qaytamiz. E'tibor bering, mana o'sha shriftlarimiz razmeri juda ham kattalashib ketib qoldi. 14 bo'lsa juda katta bo'lar ekan. Endi buni yana orqaga qaytarib qo'yamiz. Yana e'tibor bering, настройка paneliga kirib, yana uninchidan shriftni tanlashligimiz shart emas. Настройка shriftini bosadigan bo'lsak, avtomatik o'sha oynani, o'sha bo'limini bizga ochib beradi. Demak, izmenить shrift, buni 11 qilib qo'ysak, manimcha 12 qilsak bo'ladi. Priminit. 12 ham ozgina katta bo'lib qolar ekan, 11 qilsak bo'ladi. Priminit. Ana endi bu nisbatan yaxshiroq. Bundan tashqari, yana biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bu svet. Ya'ni sizga mana bu yozuvlarimizni shrift svetlari yoqmasa, ranglari yoqmasa, uni o'zgartirishimiz ham mumkin. Endi e'tibor bering, birinchi standartni turgan o'sha yozuvimizni rangi, tekstimizni rangi qora bo'lib turibdi. Bu qorani siz o'tkir qora yoki bo'lmasam o'tkir ko'kka almashtirishingiz mumkin. Priminitni bosadigan bo'lsak, mana yozuvlarimizni rangi o'tkir ko'kka almashdi. Endi bizni fonimiz, ya'ni standartning o'zimizning oq fonimiz bor va bundan tashqari ozgina bu qizilga yaqin fonimiz bor, ya'ni zebra holatdagi. U fonimizni birinchisini keling o'zgartirib ko'ramiz. Birinchisini taxminan mana bu shriftga o'zgartirib ko'raylikchi. Ya'ni bu birinchi bizga o'sha oddiy fonimiz hisoblanar ekan. Endi ikkinchi fonimiz esa oq qizil fonimizda, demak, ochiq yashil qilib ko'ramiz. Chelab yomon emas ko'rinishi. Endi keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu qizil. Ya'ni qachonki biz masalan fayllarni belgilagan vaqtimizda, mana o'sha probel tugmasini bir marta bosganimizdan so'ng faylimiz belgilanyapti. O'sha fayl belgilangan holatda tekstimizning rangi o'zgaryapti. Именно o'sha rangni o'zgartirmoqchi bo'lsak, biz bu joyda выделение degan joydan qizilni emas, balki mana bu ko'kni yoki sariqni tanlashligimiz mumkin. Priminit. Endi ko'rib turganingizdek, o'sha belgilangan faylimizga yozuvi sariq rangga almashdi. Xo'p, keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu kursor hisoblanadi. Ya'ni qachonki fayllarning ustida mishka orqali bir marta bosganimizda yoki klaviaturalar orqali tepaga pastga tushganimizda fayllar o'ynaydi. Ya'ni belgilanish jarayoni mana. Hozir sizga unchalik ko'rinmayotgan bo'lishligi mumkin mana. Mana bu chiziqlarning rangini hozir shu orqali belgilashimiz mumkin. Demak, sveta va buni endi qizil rangga almashtirib qo'ysak bo'ladi menimcha. Ko'rib turganingizdek, o'sha belgilanish jarayonida endi qizil rang bilan ko'rib belgilab olishimiz mumkin. Endi hozir bu joyda tayyorlagan ranglarimiz ideal emas. Ya'ni bu ko'zni oldirib qo'yishingiz mumkin bunday holatda. Shunchaki siz o'zingizga ma'qul keladigan ranglarni tanlaganingiz ma'qul agar sizga yoqsa, lekin bunaqa holatda har doim ham bu maslahat berilmaydi ushbu ranglardan foydalanish. Sababi bu fonlar sizga har doim ham
o'sha ko'zingizga boshida chiroyli ko'rinishligi mumkin, lekin ko'zingizni og'ritishligi mumkin vaqt o'tishi bilan ko'p ishlaganingizda. O'shaning uchun bu nastroykalarni bekor qilishligimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu joyda o'sha belgilangan shriftlarimiz, masalan, bu ranglar sizga ma'qul kelmasa, buni qo'shimcha mana bu joydagi tugmani bosish orqali o'zingiz istagan rangni tanlashligingiz mumkin. Agar sizda dizayner, ya'ni ranglar bilan yaxshi ishlash nimasiga ega bo'lsangiz, o'shanda o'zingizga mos ranglarni bemalol tanlab olishingiz mumkin. Okey, hozir bu yerda shriftimiz unchalik yaxshi bo'lmay qoldi. Keling, buni standartniy holatga o'tkazib qo'yamiz. Standartniy fonimizga ham standartniy bo'laversin. Bu ikkinchi fonimizni rangi taxminan shunaqa rangda edi. Vydelenieda belgilash jarayonida qizil bo'lishi kerak edi va kursorimizni rangi, keling mana shu kursorimizni rangi mayli. Kursorimizni rangini yashil qilib qo'yamiz. Menimcha применить. Demak, hozir belgilanib turibdi. Yashil orqali o'tyapmiz. Xo'p, endi bu hozir bizda turgan o'sha nimalarimizni, значокlarimizni yana ham kattalashtirish imkoniyatiga egamiz albatta. Lekin bundan tashqari yana ba'zi bir narsalarni ko'rsatmoqchiman. Bu agar sizda mana bu yerdagi ranglarni o'zgartirish yetmay qolayotgan bo'lsa, siz mana bu joydan boshqa turdagi parametrlarni ham tanlashligingiz mumkin bo'ladi. O'ylaymanki, sizga ma'qul keldi bu videomizda ko'rsatilgan narsalar va sizlarga keyingi ishlarda omad tilab qolaman. Keyingi videolarda uchrashguncha sog'-omon bo'ling.